Assalomu alaykum ardaqlı bizning kanalning görüşçüleri, fermerler, kutmandoo günüңүздөр менен. Biz Özbekistandabız, Qo'ng'ish өлkөдө. Buyursa Özbekistandын Andijan şaharına geldik. Husanboy деген agabыздын koroosundabız. Kırgızстанга барганда bir ekөөңүздөр көргөнсүздөр. Ташкентке выставкага келгенде да көргөнсүздөр. Мына жаш кочкор 2023-жылы күздө болгон выставкада Qo'ng'ish шаарасында экстерьерден ушу кочкор чемпион болгон. Бул Дельфин деген кочкор. Мол жақта ярычкалары, тет жақта койлору бар екен. Ушул агабыздын короосуна келип, бир короосын сиздерге көрсөтүп коелу дедик. Буйруса, мына Хусанбой деген агабыз өзү. Ассаламу алейкум ага. Алейкум ассалам. Кандай иштер жакшыбы? Тынчсызбы? Кочкоруңуз чоңоюп кеттир, энди. Дельфин. Дельфин. Бул Нурсултан деген киши байкеден алгансыз да, Карабалта. Мына ушу кочкор туугандар, Нурсултан деген байкеден алган ушу кочкор. Нурсултан байке Карабалта. Карап коюңуз. Хусанбой иниңиз. Ташкентте да сиз тааныштырган элеңиз го выставкада. Буйруса короосуна келдик. Хусанбой аган Андижандабыз. Мына ушул Дельфинден баштап көрсөтөлү, андан кийин монда ярычка токтуларын көрсөтөбүз. Дельфин эми экстерьер боюнча ошондо чемпион болгон. Тиш жардыбы, жара элекпи? Жок, жоргон жок эле. Бул линиясы кандай эле? Длинный. Линия длинный. Parametreler kандай болуп калды азыр эми? Boylары 94. 94, ha? Boy 94 уровеньде. Өңү. Ренги. Mana. Машалла, мына золотистыйсы. Көрдүңүздөрбү? Мына башы. Машалла. Тишини көрсөтүп коюңчу. Так. Кол тиш экен, а? Кол тиш. Boyu 94, maşallah. 94 boyu. Koyga koydunuz mu? Bunu koştuk bir 5-6 taga koştuk koylarga. Bularga xudo xolsa tushadi endi. Hem tuğla kozlar. Ha, endi tug'iladi. Maşallah. Bu qo'chqor hozir mana shu qo'rg'onning eng kuchli qo'z qo'chqori bo'lib turadi. Buyursa, bundan boshqa da qo'chqorlarimiz bor-da? Bor, bor. Alarni da ko'rsatamiz, buyursa. Birinchi Delfindan boshladik. Delfinni ko'rib qo'yingizlar. Qulog'i qancha dedingiz? Qulog'i 21. Maşallah. Hoppa, Delfin. Buna o yarışkalar qanday yarışkalar? Bular soğuqlar. Onların quloqlari qanday? Quloqlar. Nursultonnikidan olganmiz, liniyasidan. Bu o'zida liniyasi bor. Demak, Qaraoltadan Nursulton bayka-da? Ha. Buni olgansizmi? Ha, mana shularni olganmiz. Maşallah. Buni yarışka. Maşallah. Buldozer bu shular liniya. Yo'q, nariga. Bular cho'ra o'ra deydi, shuni liniyasi bular. Buni yarışkalar Qirg'izistondan kelgan 6 bosh. Buyursa shularni qarmab turadi ekan. Bularga qaysi qo'chqorni qo'ydingiz? Bularga Dayshu degan. Dayshu bolasi bor. Dayshu'da bolasi bor. Dayshu degan qo'chqor Daniyar bayka Qaraoltada danchik deb qo'yadi. O'shondan chiqqanda Ash qo'chqarni qo'shdik-a. Maşallah. Daniyelni. No yarışkalar sotilmaymi o'zi? Yo'q, bular sotilmaydi. Bular o'zimiz olib kelganmiz. Qirg'izistondan. Qirg'izistondan olib kelganmiz, ha. Nursultondan olganmiz. Nursulton bayka mana ko'rib qo'ying. Talasdan olganmiz. Chingiz degan boladan olganmiz qo'yganida. Talasdan olgan ekan mana yarışkalar. Tovulakadan ham olganmiz. Tovulakadan olgan qo'zlarimiz bor. Topildi? Ha. Qaraoltadan oladi ekansiz-da. Tovulakaga salom hammasiga. Qaraoltaliklarga. Ha, Dayshu'ning bolasi Danchik baykaniki Qaraolta jamoatidan. Bularning bolasini ham qo'shganmiz. Baykalar. Maşallah mana. No Delfin bu. Delfin длинныйдын liniyasi 1 yosh bo'ldi-da. O'zi bo'ldi. 1 yosh bo'ldi. Buyursa, hozir bunda o'ta semiz emas. O'rtacha etdi ekan, ham qo'chqor ko'ncha ham tuxum olgani. Ko'rdingizlar, hozir bit borda tuxum olgan harakat qiladi. Andijangadagi Husanboy agabызды bilib qo'yingizlar. Shunday qoroosi bor ekan, shunday qo'chqor bor ekan. Monda yarışkalar bor ekan deb bilib qo'yingizlar. Nomerini qoldirib qo'yinglar, esli suylasham desangizlar, nomeriga chalib suylashib, til tavishib, bir narsa satam desa kelib ko'raveringizlar. Hozir Husanboy aka, dag'i ne ko'rsatamiz? Qo'chqor bu, qo'y bormi, neler bor? Qo'chqorlar bor. Qo'chqorlarni ko'rsatamiz. Buni Qirg'izistonga olib boraman deyaptingiz bile?
Ha, xudo xolasa, выставkaga o'tadi xudo xolasa. Jallovatga. Jallovatga o'tkazamiz xudo xolasa. Tishchara Jarbayev. Yo'q, yormaydi. Bugun 16-sa? 16 bugun, ha. Bugun 16-aprel. 4-may bo'ladi. May bo'ladi. 18 kun bor ekan daha. Xudo xolasa o'tadi, xudo xolasa. 20 kunga yaqin kun bor ekan. Qarab ko'ringizlar. Agar mana qo'zi tishdan qo'chqor olib boram deyotsangizdar, mana bir vatandashingizlar bor ekan, buyursa. Delfin degan qo'chqor boradi. Maşallah, bunu bularga qo'yib jiberbeyish. Bularga tetligi boshqa qo'chqor qo'yilib o'tadi hozir. Na yarchkalarini, na atsenku ko'rib qo'yingizlar. Husanboy akabizning qo'chqori. Husanboy akabizning no'g'u yosh qo'chqorlari tug'anlar. 1 yoshlik qo'chqorlari. Buni olam desangizlar, shularni olingizlar. Bu yil kuzdan boshlab hozirdan qo'ysangizlar da bo'laveradi qo'ylarga. Qo'yga qo'chqor olam desangizlar, mana Husanboy akabizning yosh qo'chqorlari. Buni Karzay birden liniyasi ekan, eng cho'ngi, tish jangi jarib o'tibdir. Mana svetli, mana garbanostlari bor. Mana shunday qo'chqor. Tuqumdiqqa. Ana bunogu jirafning bolasi ekan. Boyaqi Qirg'izistonda ikki tishning chempioni o'sholdi pakach. Mana выставка bo'yicha 161 kilogram chiqqan. 2022-yili Issiqko'lda sentyabrda, 11-sentyabr kuni. Mana jirafning bolasi. Hem Karmajani 1 yilga jetpey qarmadi. Keyin 33 ming dollar satıldı. 33 ming dollarga Toshkentga satılib kelingan. Bu kimdan tug'ilgan shunda bu qo'chqor? Karim akada. O'sha kishidan olgansa, jirafning bolasini. Quyrug'i vashe tik ekan. Tikka quyruq deydi mana. Ko'rdingizlar quyruqlari da. Ha buni o'chi kichkina. Eng Blandning bolasi bu. Qaysi? Yoshi, Blandning bolasi bu. Oybeyda olingan. Keperariqdagi u, Oybeyda. Tak, Aybek Bayke Melburt'un bir tuğan olup qalat ekan. Keperariq va Qizildiqan tarafdagi Aybek Bayke'den tug'ilgan ekan. Blandning balası. 2022 kuzda qo'ygan, 2023 Blandning baldari o'sha Aybek degan Bayke'de tug'ilgan. Buyursa ko'rdingizlar, Blandning, Karzay, jiraf. Shularda so'rab ko'ringizlar, satılsa kerak. Hozir yosh qo'chqordan 3ovi bor ekan-da? 3ovi bor, ha. Naqda da 1ovi bor. Ha, bu. Emenin balası. Dayışıydın balası. Maşallah. Qana haydayınchi. Quyruqlarini ko'rib qo'yingizlar. Bularning bo'ylari qancha chiqib qoladi? Bu yoqqa haydangchi. 94. 93-94. Eng cho'ngi qaysi? Eng baland. Mana shu. Shu qancha chiqadi o'sha eng cho'ng? Bu 95 edi. Aha. 95. Buni 90 chiqadi, buni ular? 90 chiqadi, 90. Maşallah. Blandning liniyani izlegenler var mı? Ko'ringizlar. Mana jiraf. Mana qo'chqorlar. Mana to'shlarini, boshlarini qarab olingizlar mana bu yoqdan. Mana ular cho'ng qo'ylar. Sog'liq deytan sizlarga. Ha. Yeni qo'ylar, cho'ng qo'ylar. Buncha aytganda töl ala turgan qo'ylar. Şuradan 22 baş qo'y bor ekan, 7'si qo'zulu, qolgani bo'g'oz, ha? Bo'g'oz. 1 2 to'qtoy. Eng qartang'i qanchani tug'gan shu qo'ylarning? Eng qartang, eng ko'p tug'gani. 3 yashar. Bitta ikkita tug'gan qo'ylar ekan-da. Birisi Afgan ichida. Afgan. Mana qo'zi bilan. Mana Afgan qo'y. Qolgan qo'ylar qayoqdan kelgan o'zi? Hammasi Qirg'izistondan kelgan bular. Qirg'izistondan olingan bular. Tak, bular qaysi qo'chqordan qaçgan bo'ladi shunda? Ular hozir shu Dayshuyni bolasi bor. Aha. Shundan qochgan hozir. Mana kishnaki qo'zlarda shoning boldari-da? Yo'q. Qolganlari shundan qochganmi? Ha, shundan qochgan. Tak. Bu yerda Biterda qizlari bor. Ovulakada. Shu unolar to'qqilar. Mana maoshi. Mana ular, ha? Quloq ishib ketdim. Mana ular, mana. Mana ular, ha? Mashlari. Buter hozir Qayingdada turadi, Qayingdada. Jirg'al degan baykada, Qayingdada. Qoravolton nari jag'ida Qayingdada tug'anlar. Buterning qizlari bor ekan. Eng ko'p 1-2 tug'gan qo'ylar. Birisi qora, biri qo'y Afgan. Bir yashar sog'liqdan qancha tovar? Tak. 7 tacha bor. Emi to'ytalar, ha? Bor-da.
Ana shu tug'anlardan boshqa bardigi o'sha Dayishning balasidan qochgan. Dayishning balasidan qochgan hammasi. Tak. Bularni sotayın deb o'tasiz shunda. Bular sotamiz bularni. Bunday opton bu je bittadan, ikkitadan ketaveradi. Ketaveradi. Ikkitadan. Buni Husanboy akan nomeriga chalasizlardagi so'raysizlar. Mana shu qo'ylari bor ekan, 22 bosh. Shular satam deb atibdir. Kelib ko'rish kerak. Jundorali qirqillalik. Mana 7 qo'z, qanchasi erkak, qanchasi urg'achi. Qarab ko'rib, mana qo'zlarni ko'rsatib qo'yayin sizlarga. Mana shunday yosh qo'zlar. Andijonda mana shu sog'liq qo'ylar sotiladi ekan. Olam desangiz, shu sog'liq qo'ylarni kelib ko'ringizlar. Bo'g'oz qo'ylar yaxshi qo'chqordan qochganda. Bu yerning mening balasi mana delfinning janida turadi. Qulog'i, boshi uzun qo'chqor. 22 qulog'i. 22. Bir ko'rsatib qo'yayin ha? Ha, hozir. Yo'q, mana shu yoqdan. Qo'yga qo'yli oriqqa qochqoringiz. Ha, bu shular ichida yuribdi. Mana shu qochqordan qochgan ha? Ha, shundan qochgan. Qo'zi bu ham. Buni klichkasi bormi? Bor. Kavsar. Qanday? Kavsar. Kavsar? Ha, Kavsar. Boshini ko'rsating bizga, boshini. Bizga boshi bilan qulog'i qiziqda, qo'zlar. Hoppa. Boshi bilan qulog'i seryozni qochqor ekan. Orqaroqqa torting. Ha. Mashallah. Kektagidan qisib ko'rdingizda qochqor jetilib ketdi. Mana buni yeri borqo. Orqaroqqa torting ishni. Mashallah, bo'yi qancha chiqadi bu qochqor? 90 edi. Qo'zi. Hech buzarlik ha? Yo'q. Shuni qo'yib qo'ygansiz. Ha, shuni qo'shganmiz. Ha, bunalargachi yarichkalarga. Hozir bular ichida shu ham qo'shilgan, delfin ham qo'shilgan. Probaga qo'shilgan. Husanboy aka, bu qo'chqoringizni boshida ko'rsatib berdingiz-ku. Bundan tashqari yana soloqlarda yurib keldi bu. 30 ta soloqlarda yurdi. Shu juda ariq bo'lib ketdi. O'zimiz nariyada yana soloqlarda shunda yurdi. Bu sotilmaydi-a? Yo'q, bu sotilmaydi bu. Quloqlari, boshlari kuchli ekan-da bu qo'chqor. Bo'g'on oriq ekan bu qo'chqoringiz-chi. Bu Emirboy akadan olganmiz. Kimdan? Emirboy aka o'ziga olgan. Emir? Ha. Bulandin. Chaldavar. Bulandin Nozirqi. Hozir sotilib ketdi. Ha. Aybek akadan keyin qo'ydi-da Bulandin Chaldavar. O'sha kishidan olgansiz-mi? Ha, shu kishidan olganmiz. Ko'rdingizlar buni qo'chqor kuchli ekan. Mana shu sog'liqlarni qolgani shu qo'chqordan tug'adi? Ha, xuddi shundan tug'iladi. Bir 50 tacha sog'liqda qochirdi, xudo xolasa bu. Mashallah, mana ko'ringizlar qiziqib. Qanday qo'chqordan qochganini esga olib turib, o'shani eslab hisob qilib turib, ana ko'ringizlar. Sotiladi ekan. Bag'alarini ham men bilmayman qanchadan. Husanboy akaga chalib so'raysizlar. Sotila turgan mana shunday sog'liqlar bor. Qirg'izistondan kelib turib bularda. Husanboy akaning qorosida bo'ldik. Qo'chqorlarni, bir yashar sog'liqlarini, ana bu qo'zlu qo'ylarini ko'rdik. Ana yosh qo'chqorlarini ko'rdik. Ko'rdingizlar. Delfinni, undan keyin mana Kavsarni ko'rdingizlar. Undan keyin dag'i jirafdan, Blandindan, yana Karzayning liniyasindagi yosh qo'chqorlarni ko'rdingizlar. O'sha qo'chqorlarni olam desangizlar, dag'i ko'ringizlar. Üç bar liniyasi bilan ekan tug'anlar. Bir aydan keyin mana urug'liq sezonga qo'chqor izlab boshlaydi odamlar. Maydan oyoqlarida sezon kela boshlaydi. Antkani 1-2 oy oldin olib qo'chqorni bog'ib tayyorlaydi. Va avgustda qimmatlab ketadi deb ertaroq oladi. O'shaning uchun ko'ringizlar o'sha qo'chqorlarni kechiktirmay olsangizlar bo'ladi. Husanboy aka, boshqa yoqda da qo'ron bor dedingiz, al yoqqa bormaymiz a? Ha, uni keyin safar xudo xolasa. Mashallah. Bu Andijondan chekasida ekan, shu Andijonga yaqin, shu yerda qo'y boqat ekan. Birsa qachondan beri borasiz Qirg'izistonga o'zi? Qo'y olib? 3 yil bo'ldi. 3 yildan beri. 3 yildan beri. Ko'p qo'ronni bilib oldingizda o'zi. Ha, hammasini bilamiz. Mashallah. Qolgan Lopesni bollari ham bor. Qo'chqor endi keyin safar xudo xolasa chiqaramiz. Lopesni bollari bor. Mashallah. Bu yana boshqa qo'ramiz endi ular. Bo'ldi. Boshqa safar chiqaramiz xudo xolasa. Ko'rdingizlar. Qo'rong'izga beraka. Bo'lsa, yemi to'lalatgansiz. Yaxshi qo'zlar tug'ilsin. Delfin bilan Kavsardan kuchli qo'zlar tushsin. Kuchli qo'zlar tushsa bizga tashlab qo'ying. Bunday qo'z tushdi deb ko'rib turali. Mashallah. Anda mesela salomatda qolingizlar, amanchilikda ko'rishguncha. Bu
Tursunboy akabыздың қоросында bağlap, kommentariy жазып қойыңыздар.